Qadrdoni nima gap endi? Mashina yeb olgim kelyapti. Gapirma. Qon ochib ketdi. Xomligicha yeb olgim kelyapti. Sizlarda shunaqa holatlar bo'ladimi qadrdonlar? Kelganingizdan keyin baliqqa sho'ngib ketib qolasizlar-da. Zo'rg'ayib. Esdan chiqib ketadi. Hamma narsa esdan chiqib ketadi. Baliqqa sho'ngib ketasizlar. Keyin qorin ochgan paytda yog'ini endi kimda nima bo'lishini o'zingizlar bilasizlar. Nima bo'lishini qorin ochib ketgandan keyin. Boplab turibmiz Marinovka. Marinovkasi zo'r. Marinovka patqinlab bo'ladi. Adres bilasizlar. 27-iyul oyidamiz. 2026-yil haftaning dushanba kuni kechki oqshom payti mana natijalarni qilib qo'ydim. Platforma bilan asosan karas oldim. Sazanlarni ham ushladim. Sazanlarni endi ko'proq qo'yib yuborishga harakat qildim. Endi video uchun ozgina olib qoldim. Xudo xolasa ertaga videodan qo'yib yuboramiz sazanlarni. Platformalarni endi ko'taroqlarga olib borib, nasib qilgan holatda ozgina iste'mol qilamiz. Sog'indim platformani to'g'risi. Shu qadrdonlar mana kechqurunga taomimizni tayyorlab qo'ydik. Hozir bittadan zapravka qilib otib qo'yamiz. Shu bilan shomdan keyin xudo xolasa shashlikni boshlaymiz. Shu atrofdagi obunachilarimiz bo'lsa, kelinglar mehmon qilamiz, mazza qilib gaplashib o'tiramiz. Sog' bo'ling. Qadrdonlar albatta tozaligiga rioya qilamiz. O'zimizdan keyin chiqadigan chiqindilarni salafan paketga solib, maxsus joy qilib qo'yishibdi. O'sha yerga qo'yib ketsa, joy egasiga ham bu juda ham yaxshi holat bo'ladi. Bizdan keyingi keladigan o'quvchilarimizga ham juda ham chiroyli holat bo'ladi. O'zimiz ham mazza qilib pokiza joyda o'yla qilamiz. Albatta buni inobatga olib qo'yamiz. Hammamizga tegishli. O'zimizdan keyin ozgina tozalab ketsa, tozalash jarayonlarini davomida qilib borsa, juda ham xudo xolasa pokiza joyda mazza qilib o'tirishga nima yetsa qadrdonlar, baraka topinglar. Bormi o'rta? Salomat bo'l. Boplis. Qo'shilida boplisiz. Ingiligi chimi zan chaqolyapti. Ancha o'lardi. Chiridagi alam. Kirolmayapsanlar. Nima jalliga deydi. Billah rahmat. Allohga behisob shukr. Hadi hozir. Yo'lovchilar mana 28-iyul Arena 2 qilingan natijalarimiz ko'rsatkichi maydalarni hammasini imkon daraja joyida qo'yib yubordik. Video chiroyli chiqsin degan maqsadda olib qo'yganlarimiz bor. Hozir ularni ham qo'yib yuboramiz videodan keyin. Bu Baxtiyor do'stimizning qilgan natijalar. Qirg'oqni sal komfortli deydi-yu. Sal balchoqroq, lekin ancha suv sirigida mana. Ikkita karas, bitta sazan va bitta platva. Mana Baxtiyor do'stimning qilgan natijalar. Mana desam emas, Baxtiyor zo'r bo'libdi. Ancha davr qo'shilyapti-da, endi bu ham bo'ladi. Qolgan hammasini qo'yib yubordi Baxtiyor. Joyida unda sadobga sovib o'tirmadi. Maydalar lekin vashi ko'p tushdi. Boplading o'rta baraka topsin. Asrlovchilar mana va nihoyat natijalarni hamma qiziqadi. Natijalarni mana video uchun soldim. Hozir oxirida videoga qo'yib yuborayotgan darajalarni ham qilamiz. Просто video chiroyli chiqsin degan maqsadda sadobga soldim. Joylarni ham amallab o'zimga to'g'rilab oldim. Sal balchuroq. Tilla bog'larni qarang. Bitta poplovka uzdim bularni, hammasi bitta poplovka ishladi. Bu yerda asosan platva, karas, katta karaslarim ham bor mana. Katta karaslar. Platva, karas, sazanchilarni oldim. Nafs uchun hozir katta karaslardan 4 ta 5 tasini olaman, kattasidan nafs uchun. Qolganini hammasini qo'yib yuboramiz. O'lib qolmasdan bilan suvga solib hammasini qo'yib yuboramiz. Hozir bir sekund vaqtingiz olaman endi. Shuni bitta katta karasimni oling, qolgan qo'yib yuborganimni olasan. Bo'lib o'chib tursin nima bo'ladi? Mana o'sha har doimgidek mayda bal bilan qo'yib yuboramiz. Jarayon. Qadrdonlar mana hammasini qo'yib yuboramiz. Nafs uchun olindi, qolgan hammasini qo'yib yuboramiz. Ozod yetkazmasdan. Chunki bu yerda sazanni bolalari, karasli bolalari bor. O'lib qolsa bekorga jalka bo'ladi. Ana, mana qo'lingda. Hayır. Donda suv bor oyoq bilan. Suv boramiz. Ana jarayonda. Yasha.